的怪物数学小分队。G'alati maqtuqning qatnash masalasi. Govo, biz hozir bir tal yepishqoq barmoq shakllik pechin echib qoldik. Ha, kim bu pechidiga ig'izchigalaydi Makiyas? Menmi? Senmi yoki Lillimi? Bunda bo'lsin, kim ratning birinchi o'rinda tursa, shu yesin. Mana men birinchi ratga tizildim. Hey, hozir men birinchi ratga tizildim. Pechine san tava bo'ldi, Govo. Chaqiraq ekran doim Govoni qo'rqitib yetadi. Chaqiraq ekran. Moslaviyadagi ma'lum bir joyda bir g'alati maqtuq yordamga muhtoj bo'lib yetdi. Qayerda g'alati maqtuq yordamimizga muhtoj bo'lsa, g'alati maqtuq matematika paydo bo'ldi. Oy, bu chusmijaz Chango apandi ekan. Hey, chusmijaz Chango apandi. Yaxshi emas. Bugun kayfiyatim bek nachar. Chusmijaz Chango apandi doim terikib yuriydi. Sizga qanday yordamimiz kerak? Bugun men do'kondan yepishqoq barmoq shakllik pechinlarni Moslaviyadagi hamma joylarga to'shib o'tatdim. Barmoq shakllik pechida, ama bek yaxshi bo'pti-ku. Meningcha boshqalar pechinning hammani yeb bo'ldi-ku deyman. Menga yordam qilmasanglar bo'lmaydi. Bo'lmasa men boshqalar pechinni yetkazib beramayman. Nima ish bo'ldi? Mening bu karton mashinam doim to'silib qoladi. Sizlar menga buni hal qilib bermasanglar bo'lmaydi. Bo'lmasa men yo'limni davomlashtirmay qolaman. Ansirman chusmijaz Chango apandi g'alati maqtuq matematika atletikida hazırla yetib boradi. Tez bo'linglar. Ma'qul, biz chusmijaz Chango apandining mashinasining to'silib qolmasligiga yordam qilaylik. Biz cho'qim g'alati maqtuq matematika o'qimida foydalab hal qila olamiz. G'alati maqtuq matematika o'qimi har qanday masalani hal qila oladi. Chunki g'alati maqtuq matematika o'qimi hamma yerda mavjud. Sizning g'alati maqtuq matematika atritiga qo'shilib birlikda vazifa o'rindingiz bormi? Sepimizga qo'shilinglar, sepimizga qo'shilinglar. Sepimizga qo'shilishni xohlamizlar, bek yaxshi bo'ldi. Avval biz matematika maxfiy askartma so'ziga muhtoj. O bizning vazifani o'rganishimizga yordam berdi. Raqamli maqtuq keldi. Bugungi g'alati maqtuq matematika askartma so'zi bo'lsa, sizni kelar qatim raqamli maqtuqni ko'rganingizda biz bilan birlikda g'alati maqtuq matematika maxfiy ko'rsatma so'zini tangladinglar. Biz birlikda matematikaning qiziqarli sirlarini ochaylik. Sizda hozir demaysan Govo, kelar qatim raqamli maqtuqni ko'rganda andindikin. Ma'qul Lili. G'alati maqtuq matematika atritidagilar biz chusmijaz Chango apandining mashinasini to'silib qolish masalasini hal qilib boraylik. Dal vaqtida keldinglar. Men bu yerga to'silib qolgan necha soat bo'ldi? Qaranglar, kenimga yanamadim. Oldimga mangamadim. Oxirda men yana piyodalaylik so'qilib ketdim. Meni bak bitiriktirib etdi. Qaraganda siz siziqni bo'ylab mangmagan o'xshaysiz Chango apandi. Yo'ldagi bu siziqni damsizlar? Buni nimaga ishlatadi? Moslaviyada chopir bo'lganlar cho'qim bu siziqni bo'ylab menish kerak. Shu, men siziqni bo'ylab mangan. Qaranglar, siziqni bo'ylab mangdim. Biroq men yana to'silib qoldim. U haqiqatan siziqni bo'ylab mangdi. Moslaviyada bu endi qanday masala bo'lib ketdi? Sizlar raqamli g'alati maqtuqni ko'rdinglarmi? Demak biz birlikda g'alati maqtuq maxfiy ko'rsatmasini deyishimiz kerak ekan. Siziq. Ko'pchilik tayyorlig'inglar bitdimi? Undaqda biz birlikda deymiz. 1 2 3 Siziq. Qaranglar, g'alati maqtuq matematika ko'rsatkich ekrani keldi. Bir g'alati maqtuq uzluksizliklarni tutashtirmoqchi. U qanday shaklga erishishini qarab baqaylik. Bu chekitlarni tuzsizlik bilan tutashtiramiz. Qandayroq shakl chiqar ekan? Men toqat qilolmay qoldim. Bu chekitlarni agar sizlik bilan tutashtiramiz. Opla, tutashtirish xato bo'lib qoldi. Qaytadan kelaylik. Yana bir qancha agar sizlik bilan tuzsizlikni sizib chiqaylik. Qaranglar, bu g'alati maqtuqning yuzi ekan. Rahmat sana matematik ko'rsatish ekrani bizga bek cho'ng yordam bo'ldi. Biz hozir tuzsizlikni bilib oldik. Yana agri siziqni bilib oldik. Shundaq deyalaymanki, biz tuzsizlik bilan agri siziq orqali Chango apandining qatnash masalasini hal qila olamiz. Siziq degan bu matematika bilim bo'lgandan keyin biz birlikda matematika bilimlaridan foydalanaylik. Oy! Bo'ladi, chusmijaz Chango apandi mashinangizda keyingan turib bu siziqni bo'ylab yana bir qitim mengib baqsangiz bo'lamdi? Ma'qul. Men yana bir qitim mangay. Qani do'stlar,
Biz birlikte sızıqni bo'ylab maqsa nima ish yuzib berdiganligini kuzatib boqaylik. Bu qanday sızık? Bu bir tuz sızık ekan. Chango efendim sızıqni bo'ylab menishi to'liq chiroyli, to'liq tuz. Hozirgacha chataq chiqmadi. Yanıla o'xshash. Piyodalar yo'liga so'qildi. Biroq u bu tuzsizlikni bo'ylab mangan tursa. To'xtanglar. Bu yo'l tuz yo'l emas ekan. Qaranglar. Bu yerdan boshlab bu yo'l agir yo'l ekan. Sizlar masalani bayqay oldinglarmi? Bu tuzsizlik piyodalar yo'liga tutishibdi. Aksicha bu yo'lga agir sızık sızılmabdi. Şoňa çüsmijaz Chango efendi tuzsizligini bo'ylab harakat qildi. Eng oxirida piyodalar yo'liga usib oldi. Bu mening xatoligim emasligini bilatdim. Men degan mukammal ish qildigan odam. Undaqda amsi bu g'alati yo'lni kim sizg'andi? Hay, sizlar mening sizga yangi yo'l sizg'imni yoqtirdinglarmi? Hay. Siz kim bo'lasiz? Men yo'l yasaydigan maxluq. Men yo'l yasayman, yo'l tuzayman. Bugun mening ishga tushgan tunji kunim. Sizga siziqlarim qandaroq bo'pti? Yomon emas bo'pti. Biroq siz nimishqa tuzsizlik sizib qo'yasiz? Piyodalar yo'liga taqishib qapti emasmi? Shu emasmi? Asli bu yerga agresivlik sizsangiz to'g'ri bo'ladi. Biroq men agar siziqni qandoq sizishni bilmayotganman. Amsi men sizga uyutib qo'yay. Bo'ladi. Oldi bilan siziq o'chirgach bilan bu siziqlarni o'chirib o'tay. Ama agishmang. Endi agresivlikni sizib chiqayli. Bo'ladi. Meni keldim. Yaxshi amal bo'ldi, Go'va. Sizlar-chi, kichik do'stlar, sizlarchi bu siziq agri bo'ldimi? Shundaq, nayt chiroyli agri siziq. Çözmeyeceğiz Chango efendi. Endi cho'ng yo'ldagi siziqni bo'ylab mengib beqing. Hech yerga taqishib qolmay ma'nolaydigan bo'ldingiz. Meni napirdigan vaqt bo'lib ketdi. Xayr xo'sh, çözmijaz Chango efendi. Vazifamizni tugatib bo'ldik. Meningcha tek tugmagandek turadi. Bu ovozdan çözmeyeceğiz Chango efendim chiqarayotgandek turadi. Tez bo'linglar, matematika atirdi. Yani nima masala ko'rilganligiga qarab boqayli. Bayıqı odamni bizar qildigan g'alati maxluq surat aslatqichni o'rnatib qo'yibdi. Surat aslatqich degan nima? Surat aslatqich bo'lsa, suratni aslatadigan to'saq, o qatnash qurollarining astroq yo'l yurish uchun o'rnatiladi. Bu surat aslatqich meni to'sib qo'ydi. Butunlay men qizmidi. Men o'talmadim. Qaranglar. Bu yo'lda nima masala ko'rilgandi? Bu qarmoq bo'ladigan narsa ekan. Meningcha buning ba'zi yerlari ozroq agri ekan. Hey, g'alati maxluqlar. Sizlar mening yangi yasagan surat aslatqishimda o'zini o'tamsizlar? Bu mening tunji yasagan to'saq. Bu rasmda qaltis bo'lgan surat aslatqich ekan. Yo'l yasaydigan maxluq. Biroq buningdan o'tkir bo'lmaydi ekan. Men nimani xato qilgandiman? Sizlar raqamli g'alati maxluqni ko'rdinglarmi? Demak biz birlikda g'alati maxluq maxfiy ko'rsatmasin deyishimiz kerak ekan. Siziq. Ko'pchilik tayyorlig'inglar bitdimi? 1, 2, 3. Siziq. Qaranglar, g'alati maxluq matematika kursi ekrani keldi. Qar deliydigan g'alati maxluq to'saqdan o'tib ketmoqchi bo'pti. Biroq u paq qilgan ovoz bilan tang to'saqdan o'tolmay turib qapti. Nemishqa bu to'saqdan o'tkilib bo'lmaydi? To'saqning girvikda tikkalgan joyi bilan tuz siziqliq yer bor ekan. Uningdan o'tkilib bo'lmaydi, sakrab o'ssimi bekar. Bir dona qiziq mashinasi keldi. Bu to'saqni o'ngshimoqchi. Hozir bir agri siziqliq to'saq asli bo'ldi. Endi bu to'saqdan o'tib ketalaysan. Qar teriydigan g'alati maxluq o'ngish chiqadi bu to'saqdan o'tib ketdi. U havoda mo'llaq etib qar devisining ichiga kirib ketdi. Rahmat sana matematik kursi ekrani. Bizga cho'ng yordam qilding. Biz hozir jismlarning tuz va agri siziqlari bo'lganligini bilib oldik. Jazmlashtiraylikki, biz bu bilimni o'rganib olgandan keyin cho'smijaz Chango apandining bu to'saqni o'tishiga cho'qim yordam beralaymiz. Bu to'saqqa tafsiliy qarab boqaylik. Sizlarcha buningdagi nima sir? G'alati maxluqning o'tishiga to'sqinlik qilyotdi. Bu to'saqning girvigi qanday? Tuzmi yoki agirmi? Girvigi tuz. Tuz girvakli to'saqdan o'tish tez. Shundaqmi? Ha? Masalan, qarta yildigan g'alati maxluqmi? Tuz girvakli to'saqdan o'tganda paq qilib to'silib qolganti. Deganing to'g'ri, Go'vo. U tuz girvakli to'saqdan o'tamagan. Shunga bu to'saqdan o'tish uchun biz
Men bilaman. Biz Chusmijoz Chango apandini qora taylish taxtasiga chiqirayli, ha? Kovu, biz bu to'saqning kirvikini agir qilib o'ngsak to'g'ri bo'ladi. Buni menga topshiringlar. Men bu girvaklarni agir qilay. Men to'saqni mana mundaq agir to'saq qilay. Tikjaylarni chiqarib o'tay. Tutdi. Bo'ldi. Chiroyli agir girvaklik to'saq yasilib bo'ldi. Mağdığa vaqtim bo'p qoldi. Men hozir barmoq shakllik bichlarni opirib agilmarman. Bular sizlarga beray. Sovuq qildim. Men mangay. Vah, yepishqoq barmoq shakllik bichina haqiqatan bak yeyishlik. Yaxshi qildinglar Xalit maxluq matematika atratikilar. Biz Chango apandining qatosh masalasini hal qildik. Biz tuzsizlik va agirsizlik munosabatlik bilimni o'rgangandan keyin shunga g'alaba qila oldik. Shunga albatta biz maxluqlarning usuli orqali olqish ortayli. Hamsi 3 sanayman. 1, 2, 3. Biz matematika bilimini g'alaba qilishni istaldik.